Diqqat! Ajoyib yangilik, endi xalqqa pul beriladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ushbu xabardan boshqalar ham tezroq ogoh bo'lishlari uchun video ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz bu bilan birga boshqalarning ham ushbu quvonchli xabardan xabardor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. O'zbekistonda muhtoj oilalar har oy farzandlari uchun pul oladi. Bolalar nafaqasining oylik miqdori quyidagi miqdorda belgilandi. 250 ming so'm 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta bola uchun, 325 ming so'm 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik bola uchun, 150 ming so'm oilaning kichik farzandi uchun qo'shimcha, 100 ming so'm oilaning 3-chi va har bir keyingi farzandlar uchun beriladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, ushbu xabardan boshqalar ham darhol ogoh bo'lishlari uchun bir donadan like bosing. Siz ushbu xabarni boshqalarga ham birinchilardan bo'lib yetkazib qo'ying. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing.